har xil kengayishgala o'zi yolg'iz qolgan soqoti muncha, bir kuni muncha u bu deydi. U qanaqa joy aytaman, mana shunaqa yigitlar, bolalar chiqib turadi, nima qilsa qilishadi. Boradi, tam nechi puli bo'lyapti deydi. Ani kengayishgala mashinaga o'tkazadi, olib ketadi. Pul uchun odamlar nimalar qivormaydi, pul uchun odamlar nimalar qivormaydi. Men endi boshida bu narsani 2008-yil, 2010-yillarda eshitganman. O'sha paytlarda undan oldinroq avjiga olgan payti bo'lgan. Hozir menimcha yo'q bo'lib ketgan, yo juda kamayib ketgan bo'lsa kerak deb o'ylasam, hali ham bor ekan. Shu narsalar yaqinda eshitib qoldim. Sizlar bilan bo'lishkim keldi. Sizlarning fikringiz ham men uchun qiziq. Eshitganlar, ko'rganlar biladi, eshitmaganlar, bilmaganlar uchun bu yengillik bo'ladi deb o'ylayman. Oxirigacha eshitsanglar, o'zingizlarning fikringizni bildirasizlar degan umiddaman. Agar kanalimda yangi bo'ladigan bo'lsanglar, bu shunaqa gaplar TV, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar, bizlar boshladik. 2010-yillarda bo'layotgan voqea, bir joyda ish o'rganib, ozgina ishlar boshqa qilib yurardik. Endi o'tda yosh katta odamlar, endi bratanlar, bizning bratlarimiz endi 50 yosh, 60 yosh shunaqa yoshdagi odamlar o'sha paytda. Endi salom alaykum, biza qatori bola ham bor edi. Salom alaykum qilib yurardi biza bilan. Yonimizda ishlardi. Shunday ozgina bizadan o'tgandan keyin ishlardi. Salom alaykum qilib, juda yaxshi ko'rishib, endi o'rta xorroq, kambag'al bo'lib, kambag'al emas, boy, endi boy emas-u, o'rta xorroq oiladan edi. Sekin-sekin Ali bola, okalar, ish tugatganingizdan keyin obed mendan, pivasi mendan, arog'i mendan, shashlig'i mendan sekin-sekin gref qilishni boshladi. Endi odamlar qaradi, bugun tug'ilgan kuni bo'lsa kerak, nima munosabat bilan, oka bugun bayram ozgina. Xo'p. Yana bir hafta 10 kun, 3 kun, 4 kundan keyin okalar mendan, bu mendan shunaqa narsa qilib sekin-sekin mana shu oy oxirida choyxona mendan. Xo'ani okalari ham endi ko'pchilik bilasizlar endi. Tekin narsa bo'lib yur desa, davay bo'ladi, o'tirib borib yeb ichib, uzumini yeginu bog'ini surishtirma deydi-yu. Shunaqa gap bo'lyapti. Endi bir kun o'sha suhbat ustiga borib qoldim, men ham gap bo'layotgan ekan, hazil-huzul qilib gaplashib turishgan ekan. Nima bo'lyapti? Faloncha shuncha pulni qayerdan olsan? Nima bo'ldi? Lotereyadan yutib oldingmi? O'zi men bitta nech pul olishim ma'lum. Uyingdagi topish tutishi oilangdagini ma'lum. Nima bo'ldi? Ish qilib o'g'illik qilmayapsanmi? Desa, "Yo'q, aka, o'g'illik qilmayapman." Endi do'atda men etaymi bu gapni, etmaymi desa, endi shunchadan bir billamiz, salom alaykum qilib yuramiz deb Ali bratan aytayotdilar-da. Nima bo'lyapti, qani? Endi ustiga men ham borib qoldim. Endi bu ham begona emas, bu begona odam yo'q, gapir desa, aytib qoldi. Shu kengayishga boryapman deb qoldi. Endi bilmaganlar uchun men aytib qo'yay, shunaqa joylar bor, shunaqa ko'chalar bor. Yosh yigitlar, shu 30 yosh, 35 yosh, 20 yosh, bir xil 25 yosh, 40 yosh, bir xillarda undan kattaroq 45 yosh yigitlar chiqib o'sha joyda turadigan joy. Endi hamma ham emas, o'sha paytda ham hozir ham nima deydi, o'ziga pozvalyat qilmaydi ko'p odam unaqa narsa qilishni. Ya deydi, chestim bor, men nima deyapsan, men deb atkaz qiladigan narsa. Xullas, shunaqa joylar bo'lgan o'sha paytda, ayniqsa ko'proq bo'ladigan vaqt edi. Bu yigitimizga chiqqan do'stimiz. U qanaqa joy aytaman, mana shunaqa yigitlar, bolalar chiqib turadi. O'ziga to'q bo'lgan, boyvachcha, puli bor. Bir xillari bizani millatdagi, bizani millat emas bo'lgan boshqa rus, tatar, yevrey yoki-da deylik nemis, mana shunaqa har xil kengayishgala o'zi yolg'iz qolgan
beva, boshqa bu короче puli bor kenayishga keladi. Unda qariydi bularga. Bular boradi, tam nech puli bo'pti deydi. Bolalarga, bolalar aytadi, misol uchun soqoti muncha, bir kuni muncha bu deydi. Xullas pulini gaplashadi, ani kenayishga mashinaga o'tkazadi, olib ketadi. Nima qilsa qilishadi. O'zingizlar bu yog'ini tushundinglar. Qog'ozga o'rab gapiring deyishganiga men qog'ozga o'rab gapiryapman, bu yog'ini tushundinglar. Keyin shu joyda bitta narsani aytib qo'y, bir xil aytadi, bu ayol kishilar gapirsa yaxshiroq bo'lardi deb bu mavzularni deydi. Baraka topkur, agar ayol kishilar men gapirayotgan mavzularni gapirsa, qanaqa u to'g'ri keladigan narsa. Naborot erkak kishi gapiradigan gaplar, men o'zi gapirayotgan bundan oldinga olib chiqayotgan mavzularim ham. Agar shu odamlar hozir eshitayotgan bo'lsa, ayol kishi agar men aytayotgan narsalarni olib chiqadigan bo'lsa, toshbo'ron qo'rsanglar kerak, aynan o'sha odamlar qo'shtirnoqchi deb bir xil yozayotdi. Buni ayol kishi olib chiqib gapirsa yaxshi bo'lardi deyotganlar. Erkaklar gapiradigan. Endi siz shu ayol kishilarga povutilarni o'zi berib qo'yibsizlar-da, sizlar haliga o'xshab. O'sha kim gapirayotganimni o'zi biladi. Shunaqa kommentariy yozayotgan odamlarga aytaman-da, erkak kishi gapiradigan tema bu. U ayol kishi olib chiqib mana bunaqa gapni gapirishi birinchidan noo'rin bo'ladi. Ikkinchidan sizga o'xshagan qo'shtirnoq ichidagi odamlar boshqacha fikrga borib qolasizlar, hali ayol kishi chiqib gapirsa agar shu gaplarni. Temaga qaytadigan bo'lsak, o'sha do'stimiz deymizmi, o'sha tanishimiz deymizmi, shunaqa ish qilib yurgan ekan. O'tda men ham borib gapirdim, ushadim, kallang joydami sani dedim, nima ish qilganing bu dedim. Sen dedim, mamta ishlayapsan, bir kisim bo'lsa ham pul topolsan, halol topolsan. U taningni sotib, qayoqda kenayishga duch kelgani bilan yotib ketish uchun emas bu narsa. Dedim, endi aka nima deysiz, endi bir kisim pul qarang topolmanda, men bularga ham yaxshi ko'ryapman, sen bularga yaxshi ko'rinishingda emas gap dedim. Men o'zim jahlim chiqib ketdi, ani bratalladan oldin gapiryapman. Endi aka deydi, siz meni ko'ra olmayapsiz. Men seni dedim, nimani ko'ra olmayman? Keyin bu yoqdagilar ham aytdi, seni nimani ko'ra olmaydi? O'zing taningni sotib yurganing nima dedi? Bu bola ham shu ishni qila oladi kerak bo'lsa, men ham shu ishni qila olmayman bu. Atrofidagilar, lekin bizani chestimizni poзволять qilmaydi, g'ururimizni bunaqa narsani. Olib chiqib turib o'zingni o'sha paytda misol uchun $50, $100 berib o'zini tanasini sotib, endi bilmayman qanaqa stavkalar qo'yib olishgan bular o'ziga. Xullas gapirdi, boshqa qildi, tushuntirdi. Ko'chadan topolmagansan. Duch kelgan kenayishga bilan yo ayol kishi kelsa, mayli $50 berar ekan, $100 berar ekan deb yotib nima qilsang qilib kelyapsan. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Tushuntirib, boshqa qilib gapirdi u haliga. Menimcha keyin tushundi deb o'ylayman, chunki o'sha ertasi kuni ham kelib mendan uzr so'radi. Oka, sal qizishib ketdim, boshqa kecha noto'g'ri gapirgan bo'lsam uzr, bu jahl ustida endi pul kelib turayotgan joyidan men qaydi bu deb o'zini sharoitini tushuntirib ketyapti menga. Yo'q dedim, kam kerak emas unaqa narsalar. O'zingni bilganingni qilib, baribir o'zing uchun o'zing javob berasan. Dedim men hamda, aka siz xafa bo'lib qolasiz, mendan bu men unaqa narsani yig'ishtirdim dedi. Bu yoqda bratallari ham, okalari ham, boshqalar ham aytgan, endi menga begona bo'lsa ham baribir jonim kuyib gapirdim-da. Mana o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldiringlar kommentariyalarda. Mana shunaqa o'zini tanasini kenayishgalarga $100, $200 ga sotayotgan bolalarga nima deysizlar? To'g'ri, mardikor bozorchilik bozorga chiqib undan kam pulga mehnat ter to'kib ishlayotgan bolalar ham bor. 200 ming, 300 ming, 500 ming puliga. U 15 minut, 20 minutda topayotgandir shu pulni, lekin o'zini tanasini ayollarga sotib, billa bo'lib, bu qilib bu narsani topish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Agar o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldiringlar, shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar. Bundan ham keyingi suhbatlarimizda ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar.